Aziz o'quvchilar, bugun biz 7-sinf kimyo fanidan 11-laboratoriya ishi suvda erimaydigan asoslarga kislotalarning ta'siri degan laboratoriya ishini mavzusida ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga mis sulfat eritmasi va temir 3 xlorid eritmalari berildi. Ushbu tuzlarning eritmalariga ishqorlar ta'sir ettirganimizda quyidagi reaksiya sodir bo'ladi. Mis sulfat eritmasiga natriy OH eritmasini ta'sir ettirganimizda mis OH2 ko'k rangli cho'kma tushadi. Ushbu reaksiyani ko'rib chiqamiz. Mana mis sulfat eritmasi unga natriy OH eritmasini ta'sir ettiradi. Mana marhamat ko'k rangli cho'kma hosil bo'ldi. Temir 3 xlorid eritmasiga natriy OH eritmasini ta'sir ettirganimizda quyidagi rangli reaksiya bo'yicha qo'ng'ir rangli cho'kma tushadi. Ana shu jarayonni ham ko'rib chiqamiz. Ana marhamat qo'ng'ir rangli cho'kma hosil bo'ldi. Demak, bu probirkada mis 2 gidroksidining cho'kmasi, bu probirkada esa temir 3 gidroksidi hosil bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, bu ikkala gidroksid ham suvda erimaydigan asos. Ana endi ushbu asoslarga kislotalarning ta'siri qanday bo'ladi shuni kuzatamiz. Mis 2 gidroksidiga sulfat kislota eritmasi quyilganda nima holat ro'y beradi? Mana aziz o'quvchilar, cho'kma erib ketdi. Marhamat, bu jarayonda mis 2OH sulfat kislota eritmasi ta'sir ettirilganda mis sulfatning eruvchan tuzi va suv hosil bo'ldi. Cho'kma erib ketdi. Ikkinchisi, temir 3 gidroksid eritmasiga xlorid kislota eritmasidan qo'yilganda nima holat ro'y beradi? Mana marhamat qo'ng'ir rangli cho'kma erib ketdi. Va bu yerda quyidagi reaksiya sodir bo'ldi. Demak, suvda erimaydigan asoslar kislotalarda eriydi.